Assalomu alaykum. Hammasi Assalomu alaykum. Dadam. Allah kerim. Tamam, yaxshimisiz? To'g'ri yaxshi ko'rasizmi? Ilohim. Siz ham darsga boshqa bersin buni. Yaxshi keldingizmi? Qani dedi? Xudo xohlasa yaxshi. Yaxshimi? Bormi ora? Qayerdan kelyapsiz? Xudo xohlasa. Namangandanmi? Cho'lakdanmi? Ha? Cho'lakdanmi? Yo'q, shahrimizdan. O'zi kecha mehmonda bo'ldik, endi kecha keluvdi. Do'la beringiz yaxshi emas-ku. Yaxshi emas. Necha yoshdasiz hozir? 7. 67 mi? Juda ham bunaqa zo'r emas-da. Unutmaysiz, do'la. Agar xohlasangiz men bitta ko'ray, yotsangiz. Ha, ko'ramiz. Yo'q. Ko'rsataylik. Yoting. Yoting do'la, men bitta ko'ray, ma'lummi? Ko'rsataylik deb keldim. Yoting do'la, men bitta ko'ray, ma'lummi? Xafa bo'lmaysizmi? Bekorga keldim bu yoqqa. Yani ko'pchilik bekorga keladi-da. Ko'pchilik bekorga keladi-da. Yoting, do'la, yoting, bo'ldi, yoting. Bemalol, bexijolat yoting. Do'la, sizdan azzaman shunda. Yoting, bemalol, xo'p. Alloh qo'lingiz shifo qilsin. Alloh nasib, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqat do'da, men qarang mana belaringiz yopilyapti deb umid qilaringiz. Qarang mana. Umuman ochiq. Bitta dona 2-3 L2 ni orasida ochiq o'tkazish bor. L1 ham yo'q. Ertalab qotib qoladimi beringiz? O'zim ozgina deb qotida o'tirsam. Ba'zi yurib ketyapman, uxlab qoladi oyoqlar. Bora? Og'riqmi? Bor. Bora. Chidamaydi, Bor. Hop. Hozir ham bormi og'riqmi dedi? Qayda? Yurganingizda, mana shu hozir keldingiz-ku. Og'riq bormidi? Og'riq bo'lmasa ham uxlab qoladi oyog'im. Yurolmay qoladi. To'g'lab qo'yamizmi? Ana ikkita qo'ltiqda olib yuribman men. Hasad yuribmiz. Do'la bemalol yotiring, qo'rqmang, hop. Hammasi o'rnida, mayli? Bemalol qo'rqmay yotiring. Men Alloh nasibsa hozir to'g'lab qo'yaman, hop. Unaqa juda ham yomon emas, lekin mana sinozlar juda ko'p ekan. L5 S1 sinoz, L4 L5 sinoz, L3 L4 sinoz, L2 L1 da yo'q. L2 L3 da yo'q, L1 L2 da yo'q. Hafta kompressiya ketyapti L1 L2 da. T12 bilan L1 orasida ham kompressiya ketyapti-da. Boshlaymiz o'zida. Alloh shifosini bersin sizga. Do'da, yaxshi odamlarda-chi, juda ham zo'r bitadi-da, do'da. Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. Hozir nimadan keldingizmi yo? Boshda qoldim dedingiz-ku. Mehmon bo'ldik, bugun ketasiz, xudo xohlasa. Yo'q. Qolasizmi? Ha. Yaxshi. Ko'p choylarni maza qilib ichib o'tiring bugun. Ilojisi qoling bugun, hop. Chunki Namangan kirib borishingiz ozgina olib qoladi-da. Bo'ldi, bo'ldi. Oradimi? Yo'q. Og'rimasmi dedi. Yo'q, ozgina og'riydi, do'da, taqomiz bor, ozgina. Ozgina og'rib turadi-da. Mayli, jah qattiq bo'lmayman-da, hop, yoshingizni inobatga olaman-da. Aymi? Tuzaladigan bo'lsa uraylik. Ya, Alloh nasib. Yaxshi bo'lib ketadi-da. Orasangiz to'xtab turaman, hop. Boshqa. Bo'ldi. Bormi ora, do'da? Bo'ldi, bo'ldi. Otam. Otam. Mana shu kishi ham endi harakat qilyapti deydi-da. Men endi faqat Alloh biladi endi. Ko'pchilik yo'q bo'ldi-yu. Mana shifosini bersin, hech gap emas do'da. Odamlar oddiy dam solingan suvni ichsa shifo topib ketadi. Shunaqa o'zim olsin. Alloh rahmat. To'ppa-to'g'ri. Bu ham masalan aldiyman demaydi yo'q hech kimmi? To'g'rimi? Nima aytdingiz? Boshlang do'da. Qo'yingiz nimadami? Qo'yingiz? Yo'q. Yaxshimi? Bu o'g'lingizmi? Shu o'g'lim. O'g'lingizmi? O'shatgansizlar ekan. Yo'qsa o'shatgansizlar. Necha yoshda aka? 40. O'shatgansizlar ekan. Siz ham Namanganda turasiz? Biz Namanganga tez borib turamiz, do'da.
Ha, tindinim sağ olsun. Namanganga tez borib turamiz davolashga. Yaxshi ekan. Bir o'zan ular. Ha? Yaxshi ekan, bir o'zan deyman. Ha, tez borib turamiz Namanganga. Tochka bormaydi ya? Ha? Tochka bormaydimi? Yo'q. Yo'q, tochka yo'q. Mehmonga chaqirsa anaqa. Mehmonga chaqirsa borib kelaman-da. Misol borib kasal odam bo'lsa davolab kelaman-da. Keyin qaytaman sekin. Yotgani borsam kamdan kam boraman-da, yotgani. Boshqa payt harakat qilaman, ertalab voqlik borib, kechgacha qaytib kelishga harakat qilaman. Chunki ishga chiqish kerak keyin. Ha, otam. Omorib. Yo'q. Bo'ldi, ozgina qoldi. Chidab tursangiz, olasiz. Mana mamasi eng oliydigan joyda-da. Eng oliydigan joyi. Boshqa, kuchami, boshqa. Bo'ldi. Omorib, mazami? Yaxshi, yaxshi. Ha, otam. Ko'z temansiz sizga, da. Yuzlarga to'g'ri yuring. Alloh nasib. Ko'rishib yuradi ko'pdan. Alloh nasib. Yaxshi o'qiysiz. Faqat e'tibor ozgina mana shu og'riqlarga chidab tursangiz, to'g'ri? Manimi? Ko'rdingmi? Qish. O'ni tortib ketgan. Bo'ldi. Hozir ketasiz, bo'ldi. Bo'ldi. Ha, dada? Yo'q, yaxshi. Yaxshimi? Hozir bu yoqni ham ko'rib qo'yib, hop. Dada ham sizni ham qo'yishaman. Dada oldin polvon bo'lganmisiz? Nimaga? Yo'q, ko'z temasdi. Baquvvatligingiz yetamandi. Ko'z temasdi sizga, dada. Baquvvat oyoq ko'tarmadi, qanaqa baquvvat. Ya, dada, mana masalanchi, hozir 40 yoshligini ko'ring. Anaqada juda ham ko'rsangiz achinarli holatda. Endi harakatsizda, misol sizlar baribir harakat ko'rgansizlar-da. Ha, shunaqa. Pastdan harakatda sizlarda bo'lgan. Hozir masalan 40 yoshligini ko'rsangiz, 35-40 yoshligini ko'rsangiz, qarab qolasiz-da. Bolam necha yoshdasan? 60 yoshmisan deysiz-da. Yo'q deydi. Dada deydi, men deydi 35 daman, 40 daman deydi. Astag'firullah. Unaqa demay, yo'rasizmi? Masalanchi 40 yoshli demaysiz-da o'shani. O'zidan 15-20 yosh kattaga o'xshaydi-da. Dada bittagina bo'ldi. Bo'ldi. Dada turib ko'ring-chi. Bismillah. Qo'rqmang, yuravering. Qani dada? Xudo xohlasa yaxshi. Yaxshimi? Bormi? Bormi? Qani dada? Yaxshimi? Iloji bo'lsa hozir men bitta dorini aytaman-da. Tizzarak zo'riydimi? Tizzarak zo'rib turadimi? Yo'q, tuzada emas uncha. Mana shu yerda tanisi. Yo'q, hozir mana anaqa cho'lab beribsiz-ku. Demak, tizzangizda og'riq bor, to'g'rimi? Ha, namozda o'tiramanmi? To'ppa-to'g'ri. Men hozir bitta dorini aytaman-da. Hozir videoni o'chiraman-da. Bitta dorini aytaman, iloji bo'lsa olib ichivering, hop. Har holda sizga ziyoniga ketmaydi. Foydasi bo'lsa bo'ladi, ziyoni bo'lmaydi, hop. İçmesiz bo'lmaydi. Masalan, hozir 67 ta bo'lsangiz, ertaga misol ichmasangiz o'sha dorini 70 ga to'lganingizdan keyin umuman yurolmay qolasiz-da. Tushunasizmi? Hozir uni ichib yursangiz, har holda 100 yoshingizda ham bemalol chop qilaverasiz, hop. U misol u dori ham emas-da, u dori emas. Prosta sizga yordam beruvchi vosita-da, bo'ldi. Hop, bo'ldi.